Tadbirkorlarga ko'z olaytirgan amaldorlarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Toshkent shahar Olmazor tumani soliq inspeksiyasining 2 nafar bosh inspektori eshik va romlar ishlab chiqaruvchi oilaviy korxonada tekshiruv o'tkazib, go'yoki korxona har oyda kam miqdorda soliq to'lab kelayotganligini vaj qilib, to'lanmagan soliqlar uchun jarima qo'llamaslik evaziga 10 million so'm talab qilishadi. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda soliqchilar so'ralgan pul mablag'ini olgan vaqtlarda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Olmazor soliq inspeksiyasi inspektori. Xolis Sahadat bilan. Ko'rdingizmi? Mana qonunlar rasmga kamera ko'rib o'tgan. Ana. Ko'rdingizmi? Canım, bu yoqqa Hozirda ularga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-moddasi pora olish 2-qismi V, G bandalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda.